Salom hammaga aziz do'stlar. Bugun biz Roblox o'ynaymiz. Bu bizda klaviaturalar asli o'yin. Bizda allaqachon 3 ta shunday klaviatura bor. Men chiqarilishdan oldin biroz o'ynab oldim. Shunchaki sizlar uzoq kutib qolmasliklari va umuman olganda ko'proq qiziqarli bo'lishi uchun. Bizda allaqachon 3 ta ishchi bor. Bu rejimda maksimum shuncha bo'ladi. Qarang, bu yerda ishchilarni spamlash mumkin. Mana maksimal sigimi 3 ta worker, 3 ta ishchi. Mana shunday qiziqarli chiqish bo'ldi, demak. Men uni allaqachon 62-darajaga ko'tardim. Mana bu bizda standart shokoladli klaviatura va mana bunday noyob shokoladli batonchik. Aytgancha, bolalar, izohlarda yozib qoldiring. Umuman olganda qaysi shokoladli batonchiklarni yoqtirasiz va umuman ularni yoqtirasizmi? Masalan, Bounty, Snickers, bilmadim, KitKat. Qaysi biri sizga ma'qul? Izohlarda yozing, sizga nima yoqadi? Masalan, men Snickersni yaxshi ko'raman. Mana bolalar, qaranglar, bu orqada uchastkani kengaytirishimiz ham mumkin. Keling, uni kengaytiraylik, bu yerda kengaytiraylik, bu yerda kengaytiraylik. Xo'sh, bolalar, keling, biroz kuchayaylik. Bizda hali ham 8 million butun bor. Tasavvur qila olasizmi? Keling, bu yerda yana bir oz ko'proq nasos olaylik, chunki bu yerda bir marta bosish uchun 42 ming bor. Masalan, $41, $400 va 41 ming. Bir marta bosish uchun allaqachon $43. Tasavvur qilinglar, bolalar, kelinglar. Mana bu qutini ochamiz. Bizda rang-barang quti bor. Ichida penoplastdan yasalgan, galati bir ko'pikdan yasalgan sharchasi bor. Kelinglar, bolalar, sinab ko'ramiz. Uni shu yerga qo'yamiz, qanday ochilishini ko'ramiz va shu orada yana shunday yangi qutidan chiqaramiz. Taklifim bor, balki uni qandaydir qilib o'tkazib yuborsak ham bo'ladi. Ha, uni o'tkazamiz. Voy bolalar, bu quti $20 ming turadi. Xo'sh, kelinglar. Mana bu qiziqarli bo'ldi. Endi bu safar haqiqatan ham nimadir zo'r narsa chiqishi mumkin. Kelinglar, bolalar, buni shu yerga qo'yamiz. Butun 1 daqiqa 30 soniya kutish kerak. Ya'ni oldingi qutini 30 soniyada ochgan edik. Bu esa 1,5 daqiqa kutadi. Tasavvur qilinglar, bolalar, bu endi sharchadan ham, sharchadan emas. Bu endi qandaydir noyoblik darajasi yuqori bo'lgan quti. Kelinglar, hozircha mana buni ochamiz. Nima chiqarkan? Kopikli sharchalar. Bu bizda nima ekan o'zi? Buni qo'yishimiz mumkin. Bu bizga nima beradi? $69, 70 ga yaqin. Zaif bolalar, juda zaif. O'ylaymanki nimanidir sindirish kerak. Umuman olganda buni qo'yishning hech qanday ma'nosi yo'qdek, xuddi befoyda. Mana bu ryuksakni olib tashlashimiz mumkin. Bu ryuksakni olib tashlaymiz. Umuman olganda bu befoyda deb hisoblayman. Juda ham. Mana bu yashikni kutamiz. Hozircha yana ochamiz. Ishchilarimiz ishlayapti. Hammasi joyida. Hayot shunaqa, tushunasizmi? Allaqachon 6 million. Voy bolalar, shilimshiq bilan yashik $25 ming. Buni albatta ochishimiz kerak. Bu juda zo'r bo'lishi kerak. Sizlarga kafolat beraman. Ham 1,5 daqiqa. 13, lekin bu unchalik emas. Bu ham shunaqa. Buni allaqachon ochganmiz. Bu ham shunaqa. Keling, yaxshilaymiz. Pechkamiz yaxshiroq konteynerlar bersin. Voy bolalar, Epic konteyner pufakli slayimlar bilan $420 ming. Bu baribir arziydi, sizlarga javob beraman. Bu o'yin davomida menga tushgan eng zo'r narsalardan biri. Butun 7 daqiqa ochiladi, bolalar. Lekin bu umuman, bu juda zo'r. Hozir kichikroq konteynerlarni ochamiz. Mana shu qutini ochamiz. Yana nimadir sharchalar ochishyapti. Ular bizga yaxshi foyda beradimi o'zi? Keling, qaramiz. $500, 500. Umuman olganda, bilasizmi, bu bizga allaqachon birinchi klaviaturadan ko'proq foyda beryapti. Shuning uchun, menimcha, uni sindirib, shu sharchalarni shu yerga qo'yish kerak. Ularni aylantirib shunday joylashtirish kerak. Bolalar, bu yerda bizga nima chiqyapti? Mana shu sharchalar va ishchilar. Mana qarang, xuddi shunday qilinsa ancha samaraliroq bo'lyapti. Biz ularni qandaydir tarzda kuchaytira olamizmi? Mana bizda kuchaytirish imkoniyati bor. Kelinglar, ularni yaxshilab kuchaytirib yuboramiz. Bolalar, kelinglar. Bizda hozir 24 million pul bor. Bir zumga o'ylab ko'ring. Ya'ni umuman hech narsadan o'zimizni tiymayapmiz. Bu yerda esa qarang, har bir bosishda 40 mingdan tushyapti. Bu ajoyib, shunchaki voy. Bir quti afsonaviy mom qutisi 115 million. Biz ham buni ochishga majburmiz. Bolalar, bu ajoyib. Va bu quti biz uchun pullik xizmat. Uning narxi $19. Yo'q, xo'sh, o'yinni yaratuvchilar albatta buni juda yomon qilishdi, menimcha. Xo'sh, nega bunday qilish kerak? Odamlar o'ynaydi, bolalar o'ynaydi.
Nima uchun qutilarni pulga kirish kerak? Ya'ni o'yin falsafasini butunlay buzish maksimal darajadir. Bunday narsani hurmat qilmayman. Agar siz ham o'ylasangizki, o'yinlardagi donat insoniyat o'ylab topgan eng yomon narsa bo'lsa, like bosing. Quti ichida toshdan kalitlar va shokolad batonchalari bor. Epik yumshoq quti va unda sariyog bor. Bolalar, bu aniq bunga arziydi, ishonaman. Bu juda ham zo'r bo'ladi. Mana shunday yashil qutini ochamiz. Bizga noyob slime tushdi. Bolalar, kelinglar, u nimadan iborat ekanini ko'ramiz. Bir bosishda $214, lekin uning ustida sekin yurarkanmiz, tushundingizmi? Uning ustida sekin-sekin, shoshilmay yurasiz. Mana shunday ehtiyotkorlik bilan. Lekin ochigi bolalar, bu foydalimi yoki yo'qmi, bilmayman, lekin go'yo shunday. Agar uni kuchaytirsak-chi. 400, 500. Yo'q, bilasizmi, bu yangilash uchun yomon emas ekan. Yana qaranglar, agar hozir yaxshi sarmoya qilsak. Keling, yaxshilab sarmoya qilamiz. Axir 40 million allaqachon bor-ku. Hozir shu qutiga, yo'q, shu slaymga yaxshi sarmoya qilamiz, ko'ramiz, u bizga qancha foyda beradi. Ko'ryapsizmi, daraja har safar millionga oshyapti. Keling, bilmadim, lekin umuman hamma pulimizni sarflasak ham bo'ladi aslida. Ya'ni endi qaranglar, 61-daraja, ko'ryapsizmi? Bir dona uchun 13 ming, ko'rdingizmi? Bu yerda esa bizga 37 yoki qancha, ko'ra olmayapman. 37 ming, bu yerda esa 429. Shuning uchun o'ylaymanki, bu joy bizga kerak emas. Asal voqeasi boshlangan shekilli. Yigitlar, qaranglar, asal voqeasi boshlandi. Nimadir qiziq narsa. Nimadir mayda-chuyda narsalar tushyapti. Zo'r-ku, yigitlar, zo'r. Aynan bizda yo'qli quti ham bor, zo'r-ku. Kelinglar, mana shu popikni sindiramiz. U foydasiz deb o'ylayman. Ishchini mana shu yerga qo'yamiz. Qaranglar. Mana, qaranglar, daromad butunlay uchib ketdi, yigitlar. Yigitlar, bu juda zo'r, juda zo'r. Men to'liq hayratdaman, yigitlar, juda ham. Kelinglar, bu yerga ham rivojlanamiz, iltimos. Bu yerda juda foydali shokolad tushdi. Aytgancha, u juda ham KitKatga o'xshaydi. Agar siz ham u KitKatga o'xshaydi deb o'ylasangiz, like bosing. Mana shunaqa ishlar bizda. Qarang, bu yerda ham hammasi joyida. Bu yerda ular 37 ming, bu yerda 59 mi, bu yerda 13 berishadi. Albatta, bu yerda hamma narsaning eng kichigi bor. Lekin bilasizmi, hozirgi paytda bizda mavjud bo'lgan har qanday narsadan yaxshiroq. Ikkita tortma ochiq, ikkita tortma. Aslida, hozircha, menimcha, aytgancha, bizda kalitli, kamalaksimon quti bor. Keling, buni ham ochishga qo'yamiz. Bu ham 7 daqiqa ochiladi. Menimcha, mana shu slaymi jo'jani ham o'tkazishda yordam bera olamiz. Keling, videoni qisqartiraman. Quti ochilib bo'lsin va biz undan nima tushini ko'ramiz. Xo'sh, qaranglar, bolalar, togridan togri efir. Bizda balansda allaqachon 75 ming bor va epik quti ochildi. Menimcha, avvaliga kuchaytirish qilish kerak. Mana shu klaviaturachalarni kuchaytiramiz. Bu yerda ham kuchaytiramiz. Bu yerda ham kuchaytiramiz. Mana shu joyda ham menimcha kuchaytirish kerak. Bu yerda umuman minimal kuchaytirish bor. Shuning uchun yaxshilab kuchaytirib yuboramiz. Punimiz bor. Yaxshilab kuchaytiramiz. Axir bu bizga yaxshi pul olib kelmoqda. Tez orada bir marta bosishda 100 mingdan olib keladi. Bu umuman zo'r-ku. Kelinglar, oxirigacha yetkazamiz, bolalar. Bir marta bosishda 101 ming. Bolalar, pul juda zo'r egilmoqda. Juda xursandman. Kelinglar, epik konteynerni ochamiz. Ichida pufakli slayimlar bor. Umid qilaman, nimadir juda yaxshi chiqadi. Iltimos. Kopikli shilimshiq epik. Xo'sh, bolalar, kelinglar ko'ramiz. Bir bosishda 1035, lekin bu hali kuchaytirilmagan holatda. Bolalar, kelinglar kuchaytiramiz. Umuman olganda, men aytmagan bo'lardimki, bizga nimadir super zo'r chiqdi, lekin, masalan, slime'da bizga 13 mingdan berishadi. Bu yerda esa men biroz kuchaytirdim. Endi bizga qancha berishyapti? 4 mingdan. Ya'ni menimcha hozir aynan shu yerga kuchaytirishimiz kerak. Kuchaytiramiz va bu yerdan ishchigimizni olib chiqamiz. Ishchini ochirish. Uni mana shu yerga qo'yamiz. Bu esa ancha foydaliroq bo'lyapti kamida. Mana. Lekin slime'ni qoldiramiz.
Men ham shu yerda yuraman. Hozircha yaxshiroq slayimimiz yo'q, lekin ehtimol hozir shu qutidan, yumshoq yogli qutidan bizga nimadir juda zo'r chiqib qolar. Keling, qoraylik. Yogli squishlar epik, vaqt. Bolalar, squishlarni yoqtirasizlarmi? Umuman, squishlar, popitlar. Izohlarda yozib qoldiring. Lekin menimcha bu juda qiziqarli narsa. 2600 bosish uchun hech qanday kuchaytirishsiz. Xo'sh, bolalar, kelinglar, kuchaytiramiz. 28000 bosish uchun. Yo'q, bolalar, qaranglar, bu slimlardan ancha qiziqarli. Slimlar bizda har bosishda 13000, bu yerda esa allaqachon 40000. Qaranglar, bolalar, kuchaytirishni zo'r qilib boryapmiz. Axir pulimiz ham bor-ku. Ko'ryapsizmi, har bosishda 72000. 83. Bu juda qiziqarli, juda ajoyib. Qaranglar, har bosishda 104 Men shunday qilishni taklif qilaman. Slimlarni sindiramiz, ular bizga kerak emas. Ishchini olamiz. Voy, bolalar, kechirasizlar. Bu yerdan ishchini oldim. Buni shu yerga qo'yamiz. Uni bizning squishga qo'yamiz. Bu yerga. Qaranglar, bolalar, pul qanchalik tez o'tib ketdi. Bu juda zo'r. Tegma, hamma narsa shunday qolsin. Mana, qarang, bizning shilimshqimizda 104000 daromad bor. Sharlarda 101000 daromad bor. Mana bu yerda 67000 daromad bor. Mana bu yerda 37. Ya'ni umuman olganda, qaranglar, bolalar, umuman olganda, menimcha juda yomon rivojlanmayapmiz. 8 soniya qoldi. Bugun oxirgi qutini ochamiz va shu videoni yakunlaymiz. O'ylaymanki, shundoq ham juda mazmunli va juda zo'r chiqdi. Bolalar, sizlar uchun imkon qadar harakat qilyapman. Oxirgi qutini ochamiz. Rangli klaviatura epik bizda boriga juda o'xshash. Umid qilaman, bu aynan o'sha emas. Har bosishga 133, bu esa bu popit ekan, tushundim. Aslida, bolalar, bilmadim. Agar ko'tarsak, yomon emasdik, lekin baribir bilmadim. Hozircha qoldiramiz. Asosan, bo'laversin. Bu yerda tez yurish mumkin. Bu uning plusi, lekin bizga chiqqan narsadan unchalik xursand emasman. Keling, keyingi qaysi quti chiqishini ko'ramiz va shu videoni yakunlaymiz. Mana shu narsamizni ko'taramiz. Qarang, qanday elektrli, chiroyli bo'libdi. 100% bizga qandaydir zo'r quti beradi. Vau! Qandli shilimshiq qutisi. Buni esa keyingi videoga qoldiramiz. Agar sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, izoh yozing, kanalga obuna bo'ling. Izohlarda yozing, shu mini o'yin, shu formatning davom etishini xohlaysizmi? Agar ko'p izoh yozsangiz, albatta davom ettiraman. Barchaga tomosha qilgani uchun rahmat. Xayr.